Mahalliy xabarlarga qaytamiz. Bugun Sergey Gerasimov nomidagi Butun Rossiya davlat kinematografiya universiteti Toshkent filialida karyera kuni mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Unda talabalar uchun amaliy imkoniyatlarni kengaytirish, hamkorlik aloqalarini mustahkamlash maqsadida bir qator tashkilotlar bilan memorandumlar ham imzolandi. Jarayonlarda ishtirok etgan muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. So'nggi yillarda milliy kinomiz yana teleekranlar va kinozallarga qaytdi. Tomoshabinlar soni esa ortib boryapti. Bu jarayon prezidentimiz tomonidan kinematografiya sohasiga qaratilayotgan e'tibor va yaratilayotgan imkoniyatlar samarasi hisoblanadi. Bugungi memorandum imzolash marosimi esa milliy kino sanoatini yanada rivojlantirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'ldi. Shuningdek, filialda faoliyat yuritib kelayotgan bir qator kino san'ati mutaxassislari hamda professor o'qituvchilarni Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan ilmiy unvonlar bilan taqdirlash marosimi ham o'tkazildi. Karyera kuni bizni talabalarimiz uchun ko'p keng yo'l ochib beradi. O'zbekistonimizni ko'plab xususiy studiyalari, xususiy televideniyalari, O'zbek film kino studiyasi, kino vazirligi barchalari kelib bizni institutimiz bilan memorandum imzoladi. Ham institut, ham talabalar uchun keng yo'l ochib beradi. Tadbirda ijodkorlar, kinoshunoslar va soha vakillari talabalar bilan uchrashib, karyera imkoniyatlari haqida ma'lumot berishdi. Bizlarni yoshlarni ilgari Moskvaga borib o'qiydigan, ketadigan vaqtlarni hammasini hozirgi kunda institut kinematografiya hammasini mana shu Toshkentdagi filial hammasini o'rnini bosadi. Bu yerda eng yaxshi hozir dramaturgiya fakulteti bor, rejissyorlik fakulteti, kino operatorlik fakulteti, aktyorlik fakulteti. Bular hammasi kelajakda bizlarni o'zbek kinematografiyani rivojlantirishda juda katta yo'nalishlarga olib boradi. Yaqin kunlarda esa kinematografiya agentligi tomonidan tayyorlangan bir nechta yangi filmlarning premyeralari bo'lib o'tishi rejalashtirilgan.